Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining mashhur shaxslar programmasi. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. Edisonning ismi tilga elinishi bilanla kishilar o'ylanmayla kashfiyotchi deyishadi. To'g'ri. Amerikada tug'ilgan bu dehqon bolasi dunyo yaqinqi zamon tarixidagi ajoyib zot. U kichikidilla tafakkur va qiziqishga boy. Meni ishlatish va ilmiy tajriba ishlashga hirisman edi. U maktabda aran 3 oylik o'qigan bo'lib, 12 yoshidan boshlab poyezdda gazet sotgan, hamda poyezdda ilmiy tajriba olib borgan. U maktabda aran 3 oylik o'qigan bo'lsa-mu, ammo o'zligidan o'rganishni to'xtatib qo'ymagan. U tafakkurga amroq, o'ylashga jur'at qiladigan, shundaqla tanimsiz tabiat dunyosidagi barliq yangi shaylarga qarta hamisha nima uchun deb savol so'rashga qiziqadigan bir bola edi. Edison tadqiqot, kashfiyot xizmatidagi izdinish jarayonida o'zining cheksiz, qat'iy tavranmaslikdek botirona ruhini ifodaladi. Son-sanoqsiz o'ngishsizlik va mag'lubiyat oldida qilchimi ma'yuslanmadi. Har xil top-tana, hatto hujum, ayblashlardimi o'zining dastlabki fikridan zodila qaytmadi. Aksicha qat'iylik bilan yangi tadqiqot shakli va usullarini qo'llanib, bu qo'rg'onni bichit qildi. Radio anglag'uchi do'stlar, biz bugungi son programmamizda kashfiyot shohi Edisonning butkul hayotidagi jafoliq izdinishi va hayotlik ko'rishidagi hikoyalarning davomini sizlarga so'zlab bermoqchi. Yoqtirib anglag'aysizlar. Edison yordamchisi Diksonni yetaklab, qaytirqinib kino ilish apparatini tadqiq qilishga kirishib ketdi. Harakatlanayotgan manzarning harakatini uzluksiz suratga olish ishini tamomlash uchun Edison dastlabki kino ilish apparatini yangilashdan ish boshladi. U avval kashf qilgan surat ilish apparatining prinsipiga asosan Diksonga "Men kanaychini aylantirib kinoga ilishni, lent bilan kinoga ilishga o'zgarishni o'ylayapman. Sizningcha bu mumkinmi?" dedi. Lenta kino ilish apparatining ichida qanday aylanadi? Qo'limiz bilan asta-asta tarsak bo'lmasmi? dedi Dikson. Edison jimib ketdi. U Diksonning so'zlarini birma-bir tajriba daftariga xotirlab oldi. U mundaq deb yozgan: "Qo'l bilan kino ilish apparatining ichidagi lentini asta-asta tortish." U ko'zini uzmay Diksonning so'zlariga diqqat qilmoqda. Qo'lidagi qizil qalam bilan to'xtamay bir narsalarni sizib jijimoqda. Ushtumtut uning qalami qo'l degan xatda to'xtab qoldi. U qo'l degan xatga kuchab, biroqla necha chambarak sizyapti. Edison siza o'rindiqdan taqidi qilib sakrab turib ketdi. U qo'lidagi qalamini o'ynatib, xo'shallik bilan qo'l kino ilish apparatining ichiga mexayni qo'l o'rnatish kerak deb varqirab ketdi. Dikson qattiq hayron qoldi. U tezdan bir stakan qaynoq suvni akilib, Edisonning bir yutum suv ichib olib, yangi fikrini tafsiliy aytib berishini o'tindi. Edison stakanni ishtirib etib, xo'shal holda chertiyoj qog'oziga bir narsalarni sizib jijib ketdi. U kino ilish apparatining lent silish o'rniga bir tishliq choqni o'rnatib, uni mexanik qo'l bilan harakat qilishni. Shundaqla lentadagi har bir suratning yon tarafiga birdan to'shib tishni qaror qilib, tishliq choqning aylanishi bilan lentani harakatlantirmoqchi bo'ldi. U chertiyojni sizib bo'lgandan keyin chiroyda xo'shallik kulgisi ifodalandi. Dikson orqa-orqadan: "Edison apandi, siz haqiqatan avliyo ekansiz. Men bir hafta ichida yangi kino ilish apparatini qurashtirib chiqaman", dedi. Dikson kino ilish apparatini yasayotganda yangi bir masalaga duch keldi.
ya'ni lentaning kino ilish apparatining ichida avtomatik aylanish masalasini hal qilgandan keyin u tegishli suratda harakat qilg'achqa suratni tortganda ba'zida chapoq bo'lib qoldi. Shundaqla ko'rinishlar bo'linib ketishdak qalaymaqonchilik, hatto takror tortilish va usti-ustiga tortilishdek hodisalar yuz berdi. Edison bu xil ahvolning kelib chiqish sababining nima ekanligi ustida takror o'ylandi. Oxiri u masalaning tugini lenta yo'riqlik sezganda aslidagi bir parcha surat tortgandek muqim bo'lmaydi, balki qattiq silkinib tinish turmaydiganligi. Yo'riqlikqa nisbatan sezgurligi eshib ketib, kinoga elish mashg'ulotini xuddi surat tortishni tunji o'rgatgan shogirdek eg'ir besiq tamkin elib bormasa, suratning albatta chapoq bo'lib qoladiganligini bayqaydi. Edison bu qiyin o'tkaldan bo'sib o'tishni qaror qildi. U Edisonga lenta silish o'rnida bir katakchi harakat qilgandagi vaqtni hisoblatib chiqib, lentaning bir to'xtash vaqti bo'lishini, shundaqla harakatini tezlatib to'xtash vaqtini uzartishni, lentaning tegishli suratdagi harakatini lenta silish o'rnida to'xtab harakat qilishga o'zgartishni o'tirg'i qo'ydi. Edisonning bu xiyoli intayin dono edi. Tajriba jarayonida yana necha qitim o'ngsizlikqa uchradi. Bu texnikani yangilash uchun u tajribaxonada 3,5 oy o'tkalga jaboliq hujum qildi. Keyin Edisonning ilhomlantirishi bilan lentadagi har bir suratning yon tarafiga 4 to'shik teshib chiqdi. Natijada yasab chiqqan kino ilish apparatining kino ilish unumi intayin qanoatlanarli bo'ldi. Ularning kino ilish apparati suzuk, shundaqla o'zaro tutash nurg'un kino suratlarini tortib chiqdi. Buning bilan Edisonning harakatchan kino kashfiyoti qurilishining yarmi tamomlandi. Keyingi qadamda u zehnini markazlashtirib, kino qo'yish apparatini tadqiq qilib yasab chiqmoqchi bo'ldi. 1894-yili Edisonning kino ko'rish apparati dunyoga keldi. Bu harakatchan suratni ko'rgili bo'ladigan uskuna bo'lib, u odamning chiroy ifodasidagi har bir o'zgarishni xotirlab, qaytadan jonliq aks ettirib beralaydi. Bu xil kino ko'rish apparati shkafga o'xshash bo'lib, ustiga bir lenza o'rnashtirilgan. Akkumulyator motorning tok manbasi qilingan. Shundaqla yo'riqlikni tanishigili bo'ladigan lampochka o'rnashtirilib, uning bilan suzuklik darajasi o'xshash bo'lmagan kino lentasini yo'risa, kishilar yumaloq taqsidagi to'shik orqali suratni ko'ra olgan. Shkaf ichiga 17 metr uzunlikdagi kino lentasi aylanma lenta qilib o'rnatilgan. Motor harakatlangandan keyin kino lentasi har sekundiga 46 parcha surat o'tishdek surat bilan aylangachqa, aylanish surati tez bo'lganlikdan yumaloq taqsining to'shikidan ko'ringani uzluksiz harakat ko'rinishi bo'lgan. Edison harakatsiz suratni harakatchan kinoga o'zgartib chiqardi. Edison harakatchan kinoning texnikalik qiyin o'tkilidan bo'sib o'tgandan keyin fransiyalik Lomil Akufkalar Edisonning usulidan foydalanib suratni ekranga tushirish orzusini amalga oshirib 1895-yili 3-oyning 22-kuni Parijda ommaga dunyodagi tunji kino Lomil zavodining darvozasini qo'yib berdi. Bu Edisonning harakatchan kino kashfiyotidagi o'chmas tuhfasini namoyon qildi. 19-asrning oxirlarida kino dunyoga kelgandan tortib 20-asrning boshlarida dunyoga keng tarqalib tomoshabinlardan qizg'in olqishiga erishdi. Ularning hammasi hang veqib qilishdi. Avtomobillar uchqandek ma'alaydigan, yupurmoqlar shamolda pildirlaydigan, kishilar yuguralaydigan, sakriyalaydigan, ko'z chimchiqiltalaydigan bo'ldi. Bularning hammasi rostmidi? Bu ajoyib kino Amerika, Fransiya, Angliya qatorliq Yevropa, Amerika davlatlarida keng tarqaldi. Ammo afsuslanarligi bu vaqtlardagi kinolarning hammasi zuvan surmaydi. Shunga kishilar uni ulug' gacha deb atashadi. Gorki dastlabki ovozsiz kinolarni ko'rgandan keyin monolarni bayon qilgan. At harvasi udulsizga qarab kelayotgan. Kishilar yiroqdan ko'rinib bara-bara yiqilishib cho'ngaygan. Buningda hech qanday ovoz yo'q. Hammasi ajoyib tinchlik ichida turadi. Ovozsiz kino umumyuzlik tarqalib kishilarning zo'r olqishiga erishayotgan vaqtda Edison bir tarafdan harakatchan kinoning muvaffaqiyatidan huzurlanib zo'qlansa, yana bir tarafdan tip-tinch ovozsiz harakatchan gochidan qilcha rozi bo'lmadi.
Bu vaqtda uning so'yimlik ayoli Marining olamdan o'tganligiga xeyli yillar bo'lib qolgan. 1886-yil 2-oyda u bolalarini beqish, butun vujudi bilan ilmiy tadqiqot elib berish uchun Mina bilan to'y qildi. Minamo intayin muloyim va tarbiya ko'rgan ayol bo'lib, Doti bilan Tomasga intayin ko'ngil bo'lib, asrab bolalarning so'yimlik onasiga aylandi. Edison kino ilish apparatini kashf qilgandan keyin Mina va bolalarining harakatchan suratini tortib chiqdi. Ammo bu suratlar kino qo'yish apparatida kino qilib qo'yilmaydi. Uning kino ko'rish uskunasiga o'rlashtirilib, faqat oilasidagilarning huzurlanishi uchun xizmat qiladi. Kino qo'yish apparati dunyoga kelgandan keyin Edison boshqa ilmiy tadqiqot temalarini tadqiq qilishga kirishib ketdi. Ammo uning bir orzusi boshdan oxir o'rindalmadi. U bo'lsa-mu, oldingi ayoli Marining harakat qilayotgan obrazini saqlab qola olmay, faqat qimmatlik ovozini saqlab qolganligi edi. Bugungi kunlikda Mina bilan bolalarining harakatchan obrazi kinoga aylandi. Bu obraz agar kino qo'yish apparatida asliga keltirilib qo'yilsa, yanada bir ovozsiz kino bo'lib chiqadi. Bu yanada bir afsuslanarli ish, dedi Edison uxtardi. Dixon Edisonning uxtartqinini anglab, ixtiyorsiz ilhomi kelib Edisonga "Patifonni ishlatib, gach kinodan ovoz chiqarishni sinab baqsaq bo'larmi?" dedi. Edison tuyuqsizli yo'tisiga bir shapaloq urib, "Barakalloh, barakalloh. Sen haqiqatan aqlli yordamchi ekansan. Kel, biz darhol sinab ko'raylik", deb varqirab ketdi. Darhol yordamchisi Dixon bilan birga patifon orqali ovozsiz kinoga ovoz berish loyihasini boshladi. Bu xizmat qarmoqqa o'zaro moslashtirish masalasida qilsimi, amaliyotda o'ylab yetkili bo'lmaydigan nurg'un qiyinchiliklar bor. Harakat bilan ovozni moslashtirish uchun ovoz elib patifon plastinkasiga ko'chirishga, chiqqan har xil ovozlarni cho'qim dialoglar bilan birga elish zarur bo'lib, patifon plastinkasiga ko'chirish xizmatiga zo'r ovorchilik va qiyinchiliklarni akeldi. Shundaqla patifonning ovozi bak bo'sh bo'lg'achqa tomoshabinlar aniq anglay olmadi. Bo'libmi kino lentasi uzilgan va qo'yishni to'xtatgan vaqtlarda texmi moslasha olmay, hatto nurg'un kulkilik ishlarni keltirib chiqardi. Garchi mo'shundoq bo'lsa-mu, bu Edisonning ovozli kino tadqiqotiga solgan asosi edi. Edison yordamchisi Dixonni qaytarqinib tadqiq qilishga buyurib, o'zlarining tunji ovozli kinosini ishlab chiqdi. 1895-yil 10-oyning 6-kuni Edison Yevropadan g'arbiy o'rnachiga qaytib kelganida tajribaxonadagi yordamchilari uni bundoq kutib oldi. Ekranda Dixon bilan Edisonning obrazi ko'rindi. Ular qarshib kelib, bara-bara yaqinlashib, ondan o'zaro qo'l elishib, ko'rishib quchoqlashdi. Bu vaqtda patifondan Dixonning "Atiganligingiz xayrli bo'lsin, Edison apandi. Sizning zafar bilan qaytib kelganligingizni qarshi olaman" degan ovoz chiqdi. Ulug' gacha oxiri so'zladi. Olimlarning ko'zi mangu odatdagi kuzatuvchi emas. Elektron degan bu hukm dunyoda texi borliq kelmagan chaqda Edison sezgurligi bilan termoelektron qo'yib berish hodisasini bayqaydi. Bu dunyoni zilzilaga keltiradigan ajoyib ish edi. Bu ish 1883-yilda bayqalgan. Ko'p qitimliq kuzatishlarda Edison lampochka divarlarida cho'kindi moddalarning borligini bayqaydi. Shuning bilan u bu cho'kindi moddalarning nimaligini faraz qilishga boshlab, qiziq qilning ko'mir changlardan ayrilib chiqqan zaratlangan zarrachalarning tarqilishining natijasi bo'lishi mumkin deb qarab, bu xil hodisani texmi ichkarilab tadqiq qilishni qaror qildi. Olimlar ko'zining rostla alohida yerlari bor. Edison intayin inchkilik bilan kuzatish jarayonida yana bir xil yangi alohidalikni bayqab chiqdi. U ko'mir chingi zarrachalarning lampochka divarlariga tash cho'kmaganligini, bir balvog'simon doirani doim ko'rgili bo'ladiganligini, lampochkaning qardab ketgan yerda u changning xilili ko'pligini bayqaydi. Texmi tafsiliy kuzatish orqali Edison bir muhim maxfiyatlikni sezib oldi. Barliq ahvol ostida
Ancha qardab ketmagan qismdagi qilning tarmoq yo'li hamon turaqliq tok manbasining musbat qutbiga ulangan. Edison ko'z tishlardan bir yangi natijani bayqaydi. Ya'ni vakuum lampochka ichidagi ko'mir zarrachilari manfiy qutbdan ayrilib, musbat qutb tarafidan sumirib elinadi. Edison tajribaxonada yordamchilar bilan bir qiziqarli sinoq qilib bordi. U turaqliq tokliq lampochkaga maqsadlik holda bir elektr qutbini qo'yib, bu elektr qutbiga elektr manbasining musbat qutbini ulaydi. Shundaqla uni lampochka qili bilan chetishtirmay, vakuum lampochkaning ichida lampochka qili bilan belgilik orliq saqlab qoladi. Elektr manbasiga ulangandan keyin bevosita ulanmagan elektr qutbida elektr eqimining o'tishayotganligini hang-tang bo'lganicha bayqaydi. Bu ajoyib tajriba belgilik sharoit ostida lampochka qili qizirib o'tkazgich sim bo'lmasimi, elektr energiyasining bo'shliqdan o'tadiganligini isbotlaydi. Lampochka qili qizib o'tkazgich sim bo'lmasimi, elektr energiyasining bo'shliqdan o'tadiganligini bayqaydi. Mana bu mashhur Edison termoelektron effekti edi. Edisonning bu lampochka siniqi amaliyotda ikki qutbli lampaning ibtidoiy tipi bo'lib, bu Edisonning simsiz radio ishlariga qo'shgan ulug' tuhfasi. Uning ishlatilishi intayin keng bo'lib, 20-asrning boshlaridagi dunyo simsiz radio ishlari jo'sh urib rivojlangan vaqtlarda simsiz radio olimlari bu termoelektron effektining prinsipidan foydalanib, ikki qutbli lampa, 3 qutbli lampa qatorliq simsiz radioning muhim zapchaslarini yasab chiqdi. Shuningdan keyin radio qo'pollig'ish dunyoga kelib, insonlarning afsonalardagi uzun quloqni vujudga keltirdi. Bu tuhfadan qaraganda Edison simsiz radioning asoschisi bo'lishga munosib kishi. Edison binokorlikning ham ashyosining tosh va xishlardan ko'plab beton va po'lat chiviqliq betonni ishlatishga o'zgardiganligini, sementga bo'lgan ehtiyojning tez suratda oshadiganligini mo'ljallaydi. U zamonaviy sementning ishlab chiqarilishini inchiklik bilan tadqiq qilib, hozirgi hunar san'atining ko'plab sement ishlab chiqarishga kafolat qila olmaydiganligini bayqaydi. Uning korxonasi dal mushu jihatda ishlab chiqarish afzalligiga ega edi. U yana sementning ishlab chiqarilish turlari jihatdagi tadqiqotini boshlaydi. U haq teshi bor bir parcha yerni kaskinlik bilan setib oladi. Kon maydonida aslida bor bo'lgan magnetlik spar to'ridan boshqa barliq uskunalar o'zining rolini joriy qildirdi. Bu uning Edison Simon shirkati qurishida intayin foydali sharoit hozirlaydi. Bu asosda u cho'ng tipdagi aylanma xumdonni muvaffaqiyatli loyihalab chiqib, maxsus sexda tayyorlangan avtomatik aralashma material girini hamda alohida afzallikka ega yangish sistemasini yangilaydi. Yana avtomatik ig'irlik o'lchash va o'rash sistemasini loyihalab, bu kashfiyotlarning hammasida patentga erishdi. 1907-yili Edison Simon shirkati umumyuzlik ishlab chiqarishga kirishtirildi. Uning zavodi butunlay mashinalashgan bo'lib, butun zavodning kunlik ishlab chiqarish miqdori 1100 ton, taxminan 220 ton. Har bir xumdonning kunlik ishlab chiqarish miqdori 200 ton, taxminan 50 tonnaga yetadi. U tadqiq qilib yasagan sementning sifati yaxshi, bahosi arzon bo'lg'achqa, xaridorlarning keng olqishiga erishib, binokorlik kasbidagi bozorlik molga aylanadi. Edison bozor tepib ketayotgan sementga qarab, yana qo'shumusini turib, cho'nqur xiyolga botdi. Bundaq chaqda kishilar ixtiyorsiz, ulug' kashfiyotchi, sizning yana qanday yangi o'ylaringiz bor deb so'rashdi. 20-asrning boshlarida sementning asosli ishlatilish o'rni, qurilish qilganda sement loy tayyorlab, tosh qo'pirib, sement yo'l yasash edi. Edison sementga qarab, sement binokorlik hunar san'atida yangi taraqqiyotlarga ega bo'lish ustida izlanmoqda edi. Edisonda dastlab qilib qo'yib o'y selish maxsus mashina bilan sement layni qilib qo'yib jozi shakllik o'y selish xiyoli paydo bo'ldi. Buningdan ko'rib yetalamizki, bizning hozirgi yangi qurilishlarimiz Edisonning qilib qo'yish hunar san'atiga varislik qilmoqda. Edison
qilib qo'yilgan uy to'g'risidagi loyihasida mundaq bayon qildi. Men hamon kuchimning yetishicha bir narsalarni qilib, kishilarni eg'ir amgakdan, yanimi ilgarilgan holda qutuldirman. Men sementimizning sifatini yaxshilab, bahosini arzon deb qarayman. Shunga biz uning uchun yangi tirishchiliklarni ko'rsatishimiz kerak. Menimcha, qilib qo'yish hunar san'ati kelgusidagi binokorlikdagi bir bosish. Agar bu nuqtani amalga oshira olsak, undaqda 6 eg'iz uyi bor bir yurish sement uyini biz faqat $300 xarjlab selib chiqa olamiz. Bu planni amalga oshirish uchun Edison qilib qo'yiladigan sementning binokorlik bo'laklarini inchkilik bilan tadqiq qildi. Shundaqla u qurilish maydonida qilib necha soat ichida qurashtirilib bo'lishi, qilib qilingan materiallarni takror ishlatkili bo'lishi, qurashtirish, chuvish oson bo'lishi, shundaqla qilib qo'yiladigan sement nisbatan kuchli eqishchanlikqa, choplashchanlikqa ega bo'lishi hamda tez qotadigan bo'lishi kerak deb faraz qildi. Edison cho'nqur izlanib, munosib tangshash usulini tadqiq qilib yasab chiqdi. Shundaqla ko'p qitim tekshirish orqali o'lchamga mos keldi degandala ondan ishlatishga boshlaydi. Qilib qo'yishning ehtiyoji tufaylidan u intayin yumshoq sementning bo'lishini talab qildi. Shuning bilan u yana sharsimon tosh ezish mashinasini qaytadan o'zgartirib yasashga majbur bo'ldi. Tajriba tadqiqotlar jarayonida u qilibni tadqiq qilish va sement loyini tayyorlash siniq qilishdan boshqa yana qilibga tez suratda quyishning ehtiyojiga moslash uchun to'shug'uchi tasmini loyihilab sementni quydigan qilibga uzluksiz to'shaydi. Bundaq yangi hunar san'atdan foydalanib uy solganda ish vaqti qisqa, chiqim oz, mustahkam, ishonchli bo'lib, shu vaqtlardagi binokorlik ishlari uchun yangi bir yo'l ochilgan. Shu vaqtlarda Edison sement shirkati ta'minlagan sement va qo'llangan qilibni qo'yish hunar san'ati bilan u Amerikadagi bir qism tantarbiya maydonlari va cho'ng ko'llarning qurilishini ustiga oldi. Buning ichida mashhur Bironkes tantarbiya maydonining qurilishi bor. Kishilar hayronlikda buning ilgari ko'ribmi, anglabmi baxmagan qurilish qilish usuli ekanligini bayqaydi. U o'zining aql parosini sehrgarlardek namoyon qilmoqda edi. Qilibni qurashtirish, chuvag'andagi o'zgarishchanlik fantaziyalik tus olgan bo'lib, gigant odamlardek egiz binolarning uli yerdan ko'tarilib osmonga taqishatdi. Ular qisqagina necha oy ishidila ko'lmi intayin zo'r bir qurilishni bitirdi. 1914-yili Birinchi Dunyo urushi portlab, Yevropa g'oyat zo'r urush maydoniga aylandi. Betaraf davlat bo'lib turdi. Hukumatning bu maydonini jamoat asosiy jihatdan qo'lladi. Edison fikr bayon qilib, o'zining tinchlikparvar ruhini namoyon qildi. Shundaqla davlatini insonlarni qirg'inchilik qiladigan urushga qatnashmasligi kerak deb qaradi. Bu fikr insonlarning madaniyati va olg'a besishi uchun sodiqlik bilan xizmat qiladigan olimning to'g'ri ko'z qarashiga vakillik qiladi. Ammo echinishlik ish yuz berdi. 1915-yili 5-oyda Germaniyada suv osti paraxoti Amerikaning Tinch okeanini kesib o'tadigan Lusidaniya nomli qarallik yo'lovchilar paraxotini cho'ktirib etib, sonsiz begunoh kishilar Germaniya suv osti paraxotining qurboniga aylandi. Amerika xalqining g'azabi keldi. 1917-yili 4-oyda Amerika Germaniyaga jang e'lon qilib, Amerika xalqi urush bilan urushni yo'qotib, tajovuzchilarni, ig'vogarchilarni mag'lub qilib, insoniyatning tinchligini qo'lga keltirmoqchi bo'ldi. Amerika urushning ehtiyojiga kimyalik materiallarning yetishmaydiganligini bayqadi. Chunki tinch davrlarda nurg'ilgan kimyalik dorilar zo'r ko'lamdagi kimyo sanoatiga ega Germaniyadan import qilinadi. Bo'libmi, karbonat kislotasi bilan benzol ko'rinarli darajada kamchilik edi. Karbonat kislotasi patifon plastinkasi yasashda ishlatilib, urushdan burun Amerika eng asosli iste'mol davlati edi. Karbonat kislotasi pekrin kislotasi ishlab chiqarishdagi zarur xom ashyo bo'lib, pekrin kislotasidan kuchli portlatqich dorining pekrin kislotasi yasaladi. Shunga urushdan burun karbonat kislotasi Amerikaga nisbatan kimyo sanoatidagi eng kamchil xom ashyo bo'lib qoldi. 1914-yili 9-oydagi statistika dokladida ko'rsatilishicha,
Amerikaning karbonat kislota va benzol zapisi bir oyga yetmaydi ekan. Germaniyada karbonat kislotasi tosh temir meyidan cheklanib chiqariladi. Xo'sh, radio anglag'uvchi do'stlar, vaqt e'tibori bilan bugungi mashhur shaxslar programmasi mushu yerda oxirlashdi. Davomini Atiksan programmamizda anglag'aysizlar. Ishonimizki, mashhur shaxslar programmasi sizni mashhurlar bilan eng yaqin holatda uchrashtirgusi. Agar bugungi programmamizni vaqtida anglay olmagan bo'lsanglar, stansimizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni 3w.uycnr.com to'riga chiqib, tanlab anglasanglar bo'ladi. Mashhur shaxslar programmasi har kuni Beijing vaqti tushdan keyin soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti soat 16 dan 30 minut o'tganda, takror anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomli huzuringlarda bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilora Farruh, Abduqiyum Nasir, muharrir Abduvoyid Niyoz, mas'ul muharrir Dildor Muhammad Rahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'ofur. Men program riyosatchisi Arman Nurijon. Xayr anglag'uvchi do'stlar, kelarki sonda ko'rishguncha oltin tininglar omon bo'lsin.